Umid opa, boyadan beri sizni kuzataman, negadir kayfiyatingiz yo'q, tinchlikmi? Sadoqat, asli so'ramang. Farzandlarimiz ham sog' bo'lsin-da. To'ng'ich farzandim hozir ayni o'tish davrida. Hech tilimiz chiqishmayapti. Qanday qilib uni ko'ngliga yo'l topishni bilmayapman. Shunga o'ydaman. Bolalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, opa. Ular uchun yashaymiz-ku. To'g'ri. Men hozir Adem Guneshning Jazosi tarbiya kitobini o'qiyapman. Bu kitob sizning hozirgi holatingizga juda mos-da, opa. Ushbu kitobda farzandlarimiz bilan qanday muomala qilishimiz, ularni qanday to'g'ri yo'lga solishimiz va xatolarida urushmasdan to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz haqida yozilgan. O'qib chiqsam bo'larkan. Albatta o'qib chiqing, opa, albatta sizga bu yordam beradi. Men bir kunda 20 varaq kitob o'qiyman challenge'da ushbu kitobni o'qishni boshladim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Opa?